Ya echki ovozingdan o'ch. Keyin kelib ko'rsating Muhammad aka, ko'rinyaptimi matga? Mana amerikanskiy kardaman, mana qo'lqopimni ko'ryapsizlar-a? Mana qo'lqopim sap-sariq, amerikanskiy kardaman ham mana shunaqa sap-sariq. Bu o'sha IO parodani o'zini chiqqan родной bolasi. Promoy o'zini qizi. Hali o'zini sutini ham ekmaganmiz, boshqa ham qilmaganmiz. Hoji aka, chinjak karischasiga. Yana buni bozor narxlarida 1 milliondan boshlab 3 milliongacha sotiladi 1 kilosi. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Asal Bobo kanalining ixlosmandlari, YouTube'ga video qo'yolmayapmiz, chunki ko'proq Instagramda faoliyat olib boryapmiz. YouTube'ga montaj, shantaj qil deganda vaqt ko'p talab qilinar ekan. Bizga unaqa narsaga o'quvimiz ham yo'qroq, to'g'risini aytish kerak. YouTube'ga shuni olasiz, qo'yib yuboraverasiz. Hech kim kerak emas. Uyda bitta oilamiz qolib ketgan, mana Gulchan kelyapti, chustda ham mana. Kichkina robisi ham Gulchan keldi, mana hozir arida. Bu F0 kardavanni o'zi zamina qiladi. F0 kardavanni o'zi Yevropadan kelgan, Rossiyadan amerikanskiy kardavanni o'sha bolasini o'zi zamina qilib chiqqan bolasi. Ko'pchilik kommentariyalarda telefon qilyapti, kardavan bitta ikkita odamlar o'tga yili mendan olganlar ovqatni ko'proq rasxod qilar ekan dedi-da. Lekin bitta narsaga ham ahamiyat berishlaringni so'rardim. Ovqatni ko'p rasxod qilmaydi. Sizlar ovqatni kam bergan bo'lishlaring mumkin. Mana shu ariga yaxshi qaror qilganman, uyda turgan. Kechki otvotkalarimizdan hozir buni men asosiy ochishimdan maqsad nima? Buni bitta asalari oilasidan hozir ko'pchilik asalarichilar ko'proq asalli o'zida to'xtab qolishganda, ya echki ovozingdan o'ch. Keyin anaqa faqat asalli o'zida to'xtamasdan propolis yiqsalaring bo'ladi, gulchan yiqsalaring bo'ladi, asallarning sutini yiqsalaring bo'ladi-da. Bunda daromad juda ham ko'p. Buni hammasi daromad. Hozir shunga 1 yilda bitta ari qancha propolis qiladi, yaxshi arilar. O'sha nimalarni ko'rsatib boraman. Hozir mana birinchi bo'lib mana shu ustidagi propolislar, mana toza propolislar hammasi mana ko'rishlaring mumkin. Hozir yig'ib ko'rsatib beraman. Ustiga ko'rpacha ham yopmagan ekanman buni. Shunda lattani o'zida turgan qop solib qo'ydim ustiga. Bu propolis ham bu amerikanskiy kardavan degani bizni o'zimizni parodalarga nisbatan sal propolisni ko'proq beradigan ari hisoblanar ekan. O'zi buni bizga aytganlar, taklif qilganlar, tavsiya berganlar, asallarning sutini yig'ish keraksa zo'r deyishuvdi-da. O'zimizda asallarning sutini ko'pincha yig'amiz. 1 litr, 2 litr yig'amiz xolos asallarning sutini. U mijozlarga yetmay qolyapti. Rossiyadan chaqirtiryapmiz. Hozir ko'proq Xitoydan kirib kelyapti. Xitoyga arzonchiroq variant. 100 minggacha sotilyapti 10 grammi. Bizniki o'zimiz yiqqanimiz 150 ming, 200 ming sotardik. Shuning uchun mana shu kardavan parodasiga qiziqib, shuni olib keltirib o'tgan yili zotlarni ko'paytirdik. Xudo xolasa bu yilda endi ko'ramiz qancha sut beradi, nima qiladi. Molga o'xshab sut beradimi, echkiga o'xshab sut beradimi? Endi bular hammasi albatta hazil, lekin propolisni yig'ish bo'yicha ham chempion ekan mana. Eng toza anaqa propolis mana. Ko'rishlaring mumkin, hurmatli podpischilar deydi-yu, kanalimiz a'zolari. Endi biz obunachilarimiz ichida ko'p asallarchilar bor. Asallarchilikka qiziquvchilar bor. Shunga endi ularga qiziquvchilarga ko'rsatib boramiz. Mana bo'sh ramka bu. Bu bo'sh ramkani olib qo'yamiz. Buni hali qisqartirmaganmiz ham, boshqa ham qilmaganmiz. Endi mana propolislar juda o'ta zo'r yig'ibdi propolisni. Keyin YouTube'dagilar Instagramda ham xuddi shu Asal Bobo profil bilan kanal ochib qo'yganmiz. Xohlasalaring yoqqa kirib Instagramda ham bizni kuzatishlaring mumkin. YouTube'dagilar, Instagramdagilar YouTube'ga o'tib olsalaring ham bo'ladi. YouTube'da ham kanalimiz bor. Mana endi ovqatini ko'p rasxod qiladi deb hali aytib ketdim. Xo'p, bu birinchi videoyim Jamoldinga bo'ladi. Jamoldan siz aytdingiz Qirg'izistonga olib ketgan matkalarimda ovqat ko'p
yeb qo'ydi dedingiz. Endi ovqat bersangiz yemaydi mana. Ovqati eng oxirgi ramkasi yaxshi holatda ovqati. O'zimni asosiy arilarimda ham ovqat kam. Nimaiki o'tgan yil asal kam bo'lganiga sal boquvni kamroq qildik endi. Endi o'zidan chiqarishga harakat qilinadi-ku. Boshqa yoqdan qarz olib, buni ichiga sovormaslik kerak, keyin berish ham qiyinroq qarzlari. Qarz bo'lib qolsangiz, ishingiz ham yurmaydi deydi. Endi mana sekin mana karmushkasi mana hali urug'ga tushmabdi, lekin mana bu ichidagi asallari, mana asallari qotib qolganga o'xshayapti. Ha, sal qotibdi buni asali, mana. Lekin bu yoqlari yumshoq manatlari, mana. Manatlari yumshoq. Manatlari yumshoq. Asali ham ta'mi ajoyib. Amerikanskiy asalda. Amerikanskiy kardavaniki amerikanskiy bo'ladi-da, Muhammadjon. Endi buni biz mana shunday qilib propolisini yig'ib sizlarga bir ko'rsatay, bittari qancha propolis qiladi. Lekin bu meni o'zimni anaqanda tajribamda rekord darajada propolis yig'ibdi. Hattoki mana bunaqa joylarda ham propolisi bo'ladi asalarni. Mana yaqinroq olib kelganda Muhammadjon. Mana shu ara desak, mana ikkita yoni bo'ladi-yu, ikkita yonliq tomonda mana mashtlarni ham propolislaydi asalarlar. Mashtlarni ham tozalab olsalaring, toza propolis chiqadi mashitidan. Mana. Endi 3-romkasini olamiz. Mana 3-romkasi. O'sha bunda tuxum mana matkani ham yaqinroq. Shundoq o'zi aniq qilib zamena qilgan. Endi shundoq bir romkasini olib mana shunga solib qo'ydim men bitta rasploti bilan. Bitta rasploti bilan solib qo'ydim. Endi buni mana propolis qarab. Propolischi. Hoji aka, bu propolis jari ekan. Kardavan. Bitta oila kardavan yiqqan propolisini qaranglar buni. Mana. Endi bir xilgilar mummasmi bu deyishi mumkin. Mana yaqinroq olib keldi kamerani mana. Mum degan joyi yo'q bo'ladi. Hammasi sof propolis mana. Sekin mana qaranglar, cho'zilyapti. 100% propolis, toza. Nima deydi, Ali? Naturalniy ruschasiga endi naturalniy bo'lar ekan. Hoji akamiz. Karischasiga nima bo'ladi? Hoji aka? Chinjak karischasiga. Chincha karischasiga chincha bo'lar ekan. Ular chimchini haqiqiy deb nomlashib olishgan ekan-da karislar, ha? Ko'rdlaring. Voy, bitta chaqdi mana, yaramas. Chaqishini qaranglar buni arini. Qo'lqobimni ustidan o'tdi. Shunaqa bir ajoyib chaqiyapti buni mana. Yaqinroq olib kel kamerani. Chaqishini qara, aylanib, mana. Iynasi qoldi. O'sha mana zahri o'tdi badanga mana. Badanga o'tdi, mana o'zi ketdi. Endi bu mana shu iynasini kirish jarayonlari mana ketyapti mana. Yaqinroq qilsa ko'rinadi bu. Qo'lim qaltirayapti ko'rgan bo'lsalaring, og'riq menimcha shu tomorga sanchdi, tomirimga sanchdi shekilli. Yaramas, propolisimiz olib ketyapsan. Mana ichki tomondan mana anaqa nishini ko'rsat mana. Qamirlayapti hali ham. Xullas, mana shunaqa gaplar. Kanalimizda qolinglar. Tez xudo xolasa YouTube'da ham endi video qilib turamiz. Nimaga chaqdi bu desam, tutatmay qo'ygan ekanman. Endi qishi bilan birinchi marta ochilishi bu arini. Bu arini birinchi marta ochilishi. Shunga hammalaring asalarsi borlar. Bitta ikkita asalarsi borlar ham mana shunaqa qilib tozalasa bu propolis nimaga davo desa, propolis o'ta kuchli virus o'ldiruvchi, keyin hamda
oshqozon yazva, 12 barmoqli uchay odam ichidagi yaralarga juda nihoyatda foydasi katta. Buni doimiy bitta ikkita asalashisi bor odam ham o'zi uchun, oilasida ozginagina yig'ib olsa, mana shu oilasi uchun bemalol shu propolis qidirmaydi, mana asal qidirmaydi. Hamma narsa bu asalari o'zi aslida doktor asalari bo'ladi-da. Buni endi menimcha shu to'g'riroqga turaveradi, nimaki bunisida ham arz ko'p. Endi buni ichini yaxshilab o'rab qo'yamiz. Mana hattoki mana bu joylarigacha propolis qilib tashlaganda bu ari janvar. Mana bitta materiali ham ketdi. Yog'ochimiz. Mana endi buni bundoq tozalaymiz. Endi sizlarga qancha propolis chiqdi? Hozir buni bitta ko'rsatib beraman. Mana propolis taxminan bu propolisimiz 100 gram, 50 gram, 100 gram bor. Endi to'shni aniq bilmayman propolisni grami qanchaligini. Mana shuncha propolis berdi bitta asalari. Kilosi 100 grammi 300 ming bo'ladi. Eng yuqori bahoda bo'lmasam o'zimiz 1,5-2 million sotamiz 1 kilosini. 100 gram chiqsa, ikkita oilangizda bu degani sizni oila avlodlaringiz bilan, qarindosh o'g'lingiz bilan hammasiga yetadigan narsa bo'ladi. Maza qilib iste'mol qilasizlar, sog' bo'lasizlar. Bu videomizni shu asalachilikka qiziqadigan tanishlaringga jo'natib qo'yasizlar hamda asalachilarga kardavan parodasi qanaqa zot. Endi buni yana bitta narsasini ko'rsatib ketay. Mana ustidagi mumlari-ku. Bularni buni tozalab tashlaymiz buni, mumini. Yoqqa qo'yib qo'yamiz buni. Mum parda deyiladi, vashina deyiladi. O'sha vashinaga ishlatib tashlaymiz, eritib turib. Bu ham haligi foydadan xoli narsa emas, bu ham foydali narsa hisoblanadi. Endi mana bo'laymi, ichiga karmushkasini ichiga tashab qo'ysalaring ham bo'ladi agar kerak bo'lmasa. Mana endi bitta aniq qilamiz. Sekingina buni mana ustida bitta ko'rpachasi ham bo'lmagan ekan. Qopni olish ham va shu problema bo'ldi. Qopni mana shunday qilib solib qo'ydim. Buni endi shunday qilamiz. Ustiga bitta ko'rpacha, mana buni yoniga bundoq qilib tushirib, mana shunday o'rab qo'yilsa buni, mana shunday qilib issiqqina bo'ladi. Ustiga keyin ko'rpacha, обязательно ko'rpacha bilan o'rab qo'yish kerak buni. Nimagaki bahorda kuni ichkari qancha issiq bo'lsa, ichkari o'shancha urug' yoyilish ko'proq bo'ladi. Bizga ustozlar o'rgatishganki, asalari hozirgi bahorgi holatda kunduzi issiq bo'ladi, kechasi salqin bo'lib qoladi. O'sha kecha salqin bo'lgan hisobiga 15 gradusdan kechasi ham 15 gradusdan pastga tushmasa, asalarning urug'i 100% gacha hammasi asalar bo'lib chiqadi. Lekin sizlar yaxshi o'ramasalaring ichini, asalarini qo'ygan bolasi ko'proq nobud bo'ladi-da. Endi asalarni o'zi nimadir qiladi, ya'ni bizga qorong'u, kimlardir so'rib qo'yadi deyshadi. İçine sıkıp qo'ysalaring, xudo xolasa foydadan xoli bo'lmaydi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosasizlar, kommentariyaga yaxshi nima deydi, kommentariyalarni qoldirib qolasizlar. Sog' bo'lasizlar. Hammalaringga baxt tilayman, omad tilayman. Omad.